Noqonuniy jarima yozadigan tadbirkorlarga nimaga hech kim hali ham chora ko'rmayapti? Nimaga ular hali ham ishlayapti? Hozir videoda sal qo'polroq gapirib yorishim mumkin. Bizga noqonuniy jarima kelganda biz sudga bergandik. Jizzax viloyatida 3 oyoqli radarga tushgandik. Bir hafta oldin sudga berdik. Hozir suddan chiqdi. Asablarimiz buzilib chiqdi. Samarqand viloyati Paxtachi tumaniga sudga berganmiz. Hozir sudga kirib chiqsak nima deyapti? Bu arizangizni biz ko'rib chiqmaymiz. Jizzax viloyatiga borib topshirasiz. Biz nimaga sarsongarchilik qilib turib, yugur qilib yurishimiz kerak? Hozir Jizzax viloyati Jizzaxga borib turib, xarajat qilib boramiz, sarson bo'lamiz, sudga topshiramiz. Yana sudga chaqirganda yana sarson bo'lamiz. Noqonuniy jarimaligi aniq bo'lsa, isbot dalili bilan topshirgan bo'lsak arizalarni, video syomkasi kelmagan, radar belgisi qo'yilmagan, radar sertifikati yo'q. Bundan ortiq nima kerak? Noqonuniyligi aniq bo'lsa, shunaqa noqonuniy jarima yozadiganlarga qachon chora ko'rishadi? Mana shu videoga mutasaddilarni belgilab ketinglar, iloji boricha shu noqonuniy jarimalarni iloji boricha yo'qotishimiz kerak. Nimaga biza yemagan somsamizga pul to'lashimiz kerak? Sudda yana nima deyapti? O'zi shtrafingiz 1 aklat ekan, xohlasangiz Jizzaxga bormasangiz 1 aklatni to'lavorsiz, Jizzaxga borib sarsongarchilik bo'lmaydi deb aytayapti. Nimaga biza 1 aklat shtraf uchun 5 aklat xarajat qilib turib, yugur qilib yurishimiz kerak? Qaysi viloyatda tushsak, o'sha viloyat sudiga borib. Kommentda o'sha mutasaddilarni belgilab qo'yib, tegishli joylarga videoni yuborib qo'yinglar, shunaqalarga chora ko'rishsin. Xalqimiz qiynalib ketdi-ku, bunaqa noqonuniy jarimalarni to'layverib, sarsongarchilik qilaverib. To'yoqnoshka noqonuniymi? To'yoqnoshka noqonuniy. Vazirlar Mahkamasining 2024-yildagi 148-sonli qaroriga binoan To'yoqnoshka noqonuniy hisoblanadi. Qarorga ko'ra, har qanday radar moslamasi o'zi o'rnatilgan joydan 250-500 metr oralig'ida radar znaki qo'yilishi shart. Bundan tashqari beton salbalarga, shunga o'xshagan joylarga qo'yish mumkin emas. Faqatgina temir salbalarga o'rnatish kerak. To'yoqnoshka ushbu qonun talablariga javob bermaganligi uchun noqonuniy hisoblanadi. Shuning uchun bunaqa To'yoqnoshka tushib qolsangiz, shoshilmayli pul to'lashga. Faqatgina qachon qonuniy jarima yozish mumkin? Qachonki haydovchini ruxsati bilan jarima yozilsagina, aformit qilingan bo'lsagina qonuniy hisoblanadi. Shuning uchun To'yoqnoshka tushdinglar, shoshilmayli pul to'lashga. Oldin aniqlaylik qonuniy noqonuniyligini. Shunga qarab turib pul to'lamasini hal qilsanglar bo'ladi. Ushbu video foydali bo'lgan bo'lsa, bitta like bosib qo'yinglar va To'yoqnoshka juda ham ko'p tushadigan tanishlik videoni jo'natib qo'yish esingizdan chiqmasin. Men taksi qilib tirikchilik qilmayman. Lekin kecha Samarqandga borib kelib, yana 2 radarga tushdim. Bir bal bor, 76 tezlik bilan tushibmiz yana. Lekin taksistlarni o'rniga o'zimni qo'yib ko'rdim. Ignani ustida o'tirganday borib kelyapti ular, viloyatlar aro. Ishonasizmi shu narsaga? Ularning tirikchiligi shu. Ular shu bilan o'ylab boqyapti, shu bilan qizini o'g'lini kontraktini to'layapti, shu bilan to'y qilyapti, shu bilan uy qilyapti, shu bilan tirikchilik qilyapti. O'zbekistonda juda ko'pchilik taksistlikning orqasidan kun kechiryapti, yuk tashish xizmati bilan kun kechiryapti. Men-ku bir 11,5 bal bo'lganimda mashinamni chetga olib qo'yib 1 yil bo'lishini kutarman. Haydovchilik guvohnomamdan ajralib qolmay deb, ular nima qiladi?